Diqqat, shoshilinch xabar. Feruza Normatova haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Ayol kishida jenskaya solidarnost, gordost degan narsalar bo'ladi. Ajrashgandan keyin jim ketish ham bir kuch. Erkak kishini hech qachon majburlab olib qolib bo'lmaydi. U qaror qilguvchi inson. Kimni yonida qolishni tanlasa, o'sha yerda bo'ladi. Shuncha chiqib gapirsa ham bir tenga olmadim. Endi boshqa tomondan osildi. Mendan bor yo'g'i yosh kichkina yaxshiyam, yosh bola emas. Aqli bor desam adashgan ekanman. Berkitib nikoh qilindimi? U oxirgacha berkitilishi kerak. Chunki dinimizda bu ma'qullanmagan. Gunohlarga tavba qilish o'rniga ular bilan maqtanib, ya'ni yosh qizlarni bu narsaga to'g'ri degan fikrga o'rgatishni oqlab bo'lmaydi. Agar siz ham maxfiy nikohni oqlasangiz, qizingizga ravo ko'ring. Har kim avval oynaga qarasin. Hech kimni bu ishga majburlamagan. Endi esa erim va menga tinchlik yo'q. Shuncha telefonda aytsalar ham, taloq SMS-larini ko'zim bilan ko'rgan bo'lsam ham, haligacha fitna to'xtamayapti. Jonimga tegdi. Biz o'z hayotimizda baxtlimiz, alhamdulillah. Fitnani to'xtating, hurmatli ayollar. Zero bu fitnalar boshingizga kelmasin. Erimga o'zlari tinmay telefon qilishgan. Bola tug'ilgan kuni. Tepada surochni urib baring degan, surochni tel qiling degani. Erim ham rasmga qiziqqanlar, chunki bola erimdanligiga shubhalari bor. Nima yaxshi gap gapirsalar ataylab yozganlar. Meni xabarim bor. Bolani ko'zini ko'ray deb ham yozganlar. Uni ham tashasin, men ko'rganman, ataylab so'raganmiz. Oradagi SMS-lar nega o'chirilgan? Qani shuncha oradagi gaplar? Ertaga oxiri ichki ishlarga borib, oilamni buzayotgani, fitna qilyapgani va boshqa masalalarda ham men ariza yozaman. Ertaga arxiv ochiladi. Nechinchi yil qayerga chiqib ishlagan yo'q, boshqasigacha hamma ma'lumotlarni birga ishlagan qizlari, tashlangan rasm va videolari qonun xodimlariga taqdim etaman. Yozdi chizdiga umuman vaqtim bo'lmagani uchun men hech kimning ustidan yozmadim. Lekin bular oyijonimni, qaynisinglimni, erimni va meni ustimdan yozishgan. Agar ertaga borib yozadigan bo'lsam, to'xtamayman va orqamga qaramayman ham. Bir begunoh bola uchun, uni og'ir holati uchun Allohdan hayo qilib yozmagandim. Yozsam qamalishi aniq, chunki qilgan ishlarga jinoiy javobgarlik bor. O'sha sabrim tugadi, deya yozib qoldirgan Feruza Normatova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.